Bo'lgan hurmatli obunachilar, bu bonsai degan daraxtimiz bo'ladi. Majvenik. Buni shaklini berish sal qiyinroq. E'tiborliroq bo'lib kesmasangiz, kasbini yo'qotib qo'yadi. Nasibini yo'qotib qo'yadi. Shaklini. Shuning uchun maydalab kesiladi. Qarab chiroyli qilib kesib olinadi. Hozir bitsa xudo xolisa ham ko'rasizlar inshaalloh. I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me why.